Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, qadrli Humo Mebel kuzatuvchilari. Navbatdagi oshxona mebelimizni Samarqand shahriga o'rnab berganmiz. Ushbu ko'rib turgan oshxona mebelinglarni 6,5 metr joyga Rashni MDF dan olib chiroyli joylab berganmiz. Bu tomondan boshlaymiz bilan televizorning orqasiga zona qilib berganmiz, dekorativniy qilib. Xuddi shunday qilib o'rtasiga ham dizayn asosida qilib berdik. Mo'kasi ko'p funksiyali 7 ta funksiyali 5 tali emas, qimmatidan qo'yib berganmiz. Tagiga musor satili, petlelar mexanizmlari sekin yo'qoladi. Tepasiga shushulka qilib berganmiz. Shushulkaning eshiklari profildan bo'lgan. Hop, gazi tepasida vitichkasi ham bonus bo'lgan. Bu tomoniga ham profil qilib berganmiz. Ishlarini mumkin. Orqasiga granitli kafel 1.20 ga 60 lik qilib Xitoylikning originalidan bosib berganmiz. Tagiga led chirog'iga bu yerga sekretni qilib sensorli datchilarni ham joylashtirib berganmiz. O'chadi. Yengil harakat bilan yonadi. Qulay. Endi bu yerga kir mashinasini qo'yib berganmiz. Qaraganda ko'rinmaydi. Chiroyli bo'lib turaveradi, oshxona bilan bir xil bo'lib. Bu tomoniga o'tiradigan stullarni qo'yadi bu yerga. Xalaqit bermasinga tagiga korpus yasamaganmiz. Tepalari va polkalari ham 2 qavatdan bo'ladi hammasi. Krashni endi suv ishmaydi. Garantiyalarimiz 10 yildan oshiqda bo'ladi. Tepalarini ham ko'rishingiz mumkin. Antresolli qilib, baland, bemalol idishlarini joylayoladi. Tortmalari vakuumli. Usti stalishnicasi qalin rossiyskisidan bosib berganmiz. Suvga, o'tga chidamli bo'ladi bu. Xo'p, chekalariga temirchalarini ham yopishtirib ketganmiz chiroyli qilib. Bu yerga ham, gaziga ham. Ishimizni ko'rib baho berib qo'yasizlar. Like, podpiska bo'lish esdan chiqmasin. O'zbekiston bo'ylab dastavka usturovkalarimiz bepul bo'ladi. Kimga oshxona mebellar xuddi shunaqa chiroyli qilib kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchaga rahmat. Sizlar bilan Humo Mebel bo'ldi. Podpiska bo'lish esdan chiqmasin.